أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmamul Muhaddisin, Emirul Mu'minin fil Hadis, Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari el-Ju'fi rahimahullah yazgan Jami'ul Musnad as-Sahih ismlik Sahihul Bukhari degan ism bilan mashhur bo'lgan Kitobullohdan qolsa birinchi o'rinda turadigan bu kitobning Kitabul Ilm degan kitobining 28 babi Babul Ghadabi fil Maw'izati vat Ta'limi iza ra'a ma yakrahu degan yer keldi. Yani bu vaz nasihatda ve ta'lim terbiye ilim ügütüşte eğer yaman ko'radigan nasihat qiluvchi, yaxshilikni o'rgatuvchi muallim yaman ko'radigan bir narsani ko'rsa, g'azablanishning bor. Agar bolalar darsga bir kun kelib, bir kun kelmay, bir kun o'qib, 5 kun kelmasa, ustoz g'azablansa bo'lamdi. Yoki hammaga noat silaspoy bilan kelsimi mayli, kelmasimi mayli, darsga qatnashsimi mayli, qatnashmasimi mayli, darsga qatnashsang o'zingga, tiqotimi qo'limni ko'zingga deb o'tiramdi, yoki buningga yomon ish ko'rsa g'azablanib, yaxshi ish ko'rsa buningga suyunib, biroz hissiyotni ifodalamdi deydi. Shuning haqida kelgan deydi. Ol sanadi muttasilimiz bilan İmam Buxoriga aytgan. İmam Buxoriy mundaq degan. Bizga Muhammad ibn Kathir hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Kathir mundaq dedi. Menga Sufyan as-Savri rahimahullah xabar berdi. Sufyan as-Savri İbn Abi Khalid'dan rivoyat qilib. İbn Abi Khalid Qays ibn Abi Hazimdan rivoyat qilib. Qays ibn Abi Hazim Abi Mas'ud al-Ansari. Bu zatning ismi bo'lsa Uqbat ibn Amr. Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, u zot mundaq dedi. Ya'ni Uqbat ibn Amr Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu mundaq dedi. Yani bu sahabi bu kishi. Qala rajulun, bir odam mundaq dedi. Ya Rasulullah, la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulan. Ya Rasulullah, men falani bizga namozni uzun qilib berganligining dastidan namozga ulgurlanmagili tas qalaman. Namozga ulgurlanmagili tas qalaman. Gap, ya'ni la akadu udriku salat degan gap yaqin bo'lmayman. La aqrubu udriku salat namoz tapaman degan gap, ya'ni namozga ulgurlanmagili, yetishamagili tas qalaman deydi. Az qalaman, tas qalaman degan gap. Endi bu yerda bir ichki bir masala bor sizga. Asli qoida bo'yicha imom namozni uzun o'qisa, jamoat qanday qilish kerak? Asli qoida bo'yicha jamoat uningga yetishishi kerak. Nimishqa? Jiddiy o'qitmay, namozni uzun o'qisa, jamoat tabiiy yetishalaydi-da. Masalan, Sura Yasin bilan o'qib ketsa, Sura Baqara bilan o'qib ketsa, qancha kishini qo'pilgan jamoatni nima qila oladi? Namozga ulgura oladi. Lekin ma sahabinim da o'tadi. Men falani namozni uzun o'qib berganining dastidan namozga ulgurlanmagil tas qalaman deydi. Depaqnachi bu nima sababdan unda ular? Ya'ni buning maqsadi nima desanglar? Ya'ni namozni uzun o'qsa, nima deb o'ylaydi bu? Hatta imom uzun o'qiydi. Taxma ishlarimni qilib oldirmay borsamma, bo'ladi deb oldirmay taratilib, oldirmay tartiblar bo'lgan choylarni ichib, yana bir ham tomoq olsa yeyotib, bir ham o'tirib imom o'qiydi deb
Şunun bilan barsam imom namozni o'qib bo'lgan. Ya'ni nima ish qanday o'ylayman, chunki davomli uzun qiroat qilib uchun men keyingi tortib boraman. Shuning bilan men o'rganmay qolman. Ya'ni agar namoz qisqa o'qigan bo'lsa deydi, qisqa o'qigan bo'lsa, men bu imom o'qib bo'ldi deb oldilab borgan bo'ladi. Bu uzun o'qiganlik uchun men aytgan imom tig'i o'qib bo'lmaydi deb keyingi tortib berman. Namozniki aran quruqqa aran uyuydigan bo'lib qoldim dedi. Chunki bu vakbatdan inchiga masala bu. Demak, mishadimizni nima bilayotganmiz? Ba'zi chaqda namozlarni, ibodatlarni uzun qilayotganligini o'zi odamlarning qichib ketishiga, ya'ni nima deb atiqa. Bu oldirmasaqmi? Bog'u deb shundan quruqqa yurishga jamoatlarniki birinchi sabkami, ikkinchi sabki, uchinchi sabki sabab bo'lgan birinchi omil qolgan imomniki tabliğni, namozlarni uzun qilib o'tishbek. Mushu yerdan chiqyapti-da. Endi bu fulan degani ba'zi rivoyatlarda Muaz radhiyallohu anhu deganlar bor. Ba'zilar Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu deganlar, boshqa hech kim bilsa da o'tadi. Chunki shu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu boshqa imomlar namoz o'qiyapti. Rasululloh bilan birga namoz o'qib, bir boshqa imomlar. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. من Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni şu günüdün mu qattiqroq g'azablangan holatda, vaz nasihatda şu gündün mu qattiqroq g'azablangan holatda ko'rib boqmadim. Rasulullohning men şu gündükidin mu qattiqroq g'azablangan vaz nasihat qilib o'tib kishilarga şu gündün mu qattiqroq, ya'ni şu gündün mu qattiqroq g'azablangan bir vaz nasihatda şu gündün mu qattiqroq g'azablanganligini ko'rmadim. Men Payg'ambar alayhisolamning vaz nasihat qilgan vaqtida şu günüdükidin mu bakrak g'azablangan, qattiq g'azablangan holda vaz nasihat qilayotganligini ko'rmadim deydi. Demak, Rasululloh bak qattiq xafa bo'lgan, ya'ni kimdan? İmomlardan, yaxshilikka da'vat qiluvchilardan, bu yaxshilik kelgan odamlarni keyingi kichikilib ketishiga, tarqilib ketishiga, azib qilishiga sababchi bo'lganlardan bak qattiq Rasululloh bak qattiq ranjigan, qattiq xafa bo'lgan. Bularmi imomlar, undan keyin o'qituvchilar, yaxshilikka da'vat qiluvchilar buni bak diqqat qilish kerak. Ya'ni shuniki vaqtiga, masalan, ommaviy jamoat so'rlarida anda darsga 5 minut bersak bo'ladi, dars boshqa narsa. Dars deganda maxsus taliblar o'tiradi. Ammo misol agar bir masjid imom bo'lib qolsanglar, yo xatib bo'lib qolsanglar va yoki ish qilib ommaviy jamoatniki yo'liga bir ish chiqib qolsanglar, bu chuqur qisqa bo'lish kerak. Ya'ni kishilar yeni bo'lgan deb qolgan holatda, ya'ni hammasi baldir, agar baldir kelmasak tugab qoladi deydigan bir holatda bo'lish kerak. Ammo agar unda bo'lmasa, kishilar qochadigan holatda qolsa bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolam qattiq chekilganda buni nima deydi Payg'ambar alayhisolam ishada? Faqala ayyuhan nas innakum munaffirun faman salla bin nas falyukhaffif fa inna fihimul marida ve'd-da'ifa ve del haja. Payg'ambar alayhisolam dedi ki, ey insonlar, ey xaloyiqlar, sizlar haqiqatan munaffirun degan gap, ya'ni ürkütgüçi, qochirg'uchi ekansizlar. Sizlar qochirg'uchi ekansizlar. Mana yana bir rivoyatda inna minkum munaffirun deb kelgan. Sizlarning oranglardan, bu chaqda ma'no sizlarning oranglardan, ya'ni jamoatni bo'lguchilar, jamoatning kishilarni qochirayotganlar, ürkütayotganlar bor ekan. Aslida munaffir degan gap bunda qushqoch binasini, qushlarni deb ürkütayotganlar deydi. Ya'ni qochirayotgan gap. Sizlarning ichinglardan cemaatin tezdir etadiganlar, qochirib etadiganlar borken femen salla bin nas felyukhaffif. Kimki kishilarga namoz o'qib berdigan felyukhaffif, yengil qilsin. Nima ish qilsa fa inna fihimul marid, chunki ularning ichida kasallar bor, ojizlar bor va hojatmandlar bor. Ularning ichida kasal odamlar bor, ya'ni shikar kasali odamlar bor, qon besimi kasali odamlar bor. Ba'zan odamlar bak uzun qiyam qilsa tayyat qilib qoladi, normal odamlarga o'xshamaydi. Ba'zi odam puti og'riydigan odamlar bor, uzun qiyam qilsa puti og'rib ketadi, namozda uzun tura olmaydigan odamlar bor. Ular darhol dorilarni ichmasa bo'lmaydi, davom bo'lmaydigan. Hamma odam sog'lom emas.
Hammadan sog'lom bo'lsa, bu hammadan sog'lom emas. Biz chuqum hammadan umumiy, kollektiv ishda chuqum umumni ko'zlashimiz kerak. Va zaif ularning ichida ojiz kishilar bor. Bizdek uzun qiyomat ichida bardosh qilolmaydigan, ya iymoni ojiz, ya amaliyotda badani ojiz kishilar bor. Bunun ichida hojatmandlar va ishi bor. Ya'ni o'sha namoz o'qitgan bo'lmasa, zulm ishga taqishadigan, aldash kishi odamlar bor, xizmatchilar bor. Yetik namoz o'qitmasa xizmatiga ulgurmaydigan, tanqidga qoladigan yoki maoshini kesiladigan, ya'ni nurg'ulg'an odamlar bor jamiyatda. Shu biz o'shalarni hammani ko'z tutqansiz qanday qilishimiz kerak? Shuni qisqa o'qishimiz kerak. Namozni qisqa, tabliğni ammiy so'rovini qisqa qilishimiz kerak degan ma'no chiqdi. Endi bu haqda Imom Navoiyning qavli anglab qo'yaylik. Imom Navoiy nima deydi? Bu hadisda agar imomning odati nihoyat uzun o'qiydigan bo'lib qolsa, jamoatga kechiksa bo'ladi degan gap chiqdi deydi Imom Navoiy. Lekin buningdagi masala jamoatga kechiksa bo'ladi degan gap chiqmaydi bundan. Payg'ambar alayhisalom uch to'sqanda uni qattiq qabul qilgan gapolmaydi. Shu jamoatga ashabning kechikib qilishiga sababchi bo'lgan qattiq qabul bo'lgan degan. Imom Navoiy demoqchi bo'lganda bu yerda, ya'ni payg'ambar alayhisalom kechikib chiqman desa, nimaga qabul bo'lmay, shu kechikib chiqqan odamga qabul bo'lmay, imom qabul bo'ldi. Shuning uchun kechiksa barchada imom uzun qilganda unda chatoq yo'q, bu Rasululloh bilan to'sqan bo'ladi demoqchi Imom Navoiy. Lekin men o'ylayman, bu yerda payg'ambar alayhisalom masalani yiltizidan saqlatmoqchi. Masalani tub yiltizini, asosiy sababchisidan, ya'ni asosiy sababchi kim bu yerda? Imom. Imom uzun qilganlik uchun makin qolgan. Shuning uchun buni eplamadi. Agar imom qisqa qilib bersa, u keyin chiqqan bo'lsa edi, balkim payg'ambar alayhisalom keyin chiqqan odamni eplagan bo'lishi mumkin edi. Endi ikkinchisi, bir kim shikoyat qilachaqda ismi bilan atamay faloni, Ubay ibn Ka'b, ya Muaz ibn Jabal deb demay, fulan deb deyishniki afzalligi. Faloni bizning imom deb. Masalan, bizning imom uzunlik burda demasdan, anda falon imom deb ismini tilgamay falon deb qo'ysa, ya'ni kinoya bilan atib bo'lganlik, yaxshi bo'lganligi. Shunchisi dinning ishlaridan inkor qilinganligini ko'rgan vaqtida qattiq g'azablanishning joiz ekanligi. Diniy ishlardan biror ish inkor qilingan bo'lsa, shariat cheklagan ish buzib o'tilgan bo'lsa, qattiq g'azablansa joiz bo'lganligi. To'rtinchisi, bir odam shariat to'sqan ishga oqlab o'ssa, shu odamga g'azablansa bo'lganligi. Shu odamning o'ziga g'azablansa bo'lganligi. Agar shu harom bo'lmasa-mu, makruh ish bo'lsa-mu. Payg'ambar alayhisolomda to'sqan ish bir harom ish emas edi. Chunki payg'ambar alayhisolomning bu to'sqan ishi namoz uzun o'qish nima harom emas. Harom emas. Lekin payg'ambar qattiq g'azablandi. Nima ish qilib makruh. Ya'ni ammiy jamoatlarda uzun qiroat qilish nima makruh. Endi yana biri namozni bir odam iqtido qiluvchi, keyin turgan jamoatlar rozi bo'lmasa, uni uzun qilgan odamga gap bilan ta'zir berish joiz. Ta'zir degan gap tanbih, adablash. Ta'zir degan gap hadniki maqomga yetmagan holatda buni yo tayoq bilib adablash, yo gap bilan izoh bilib adablash. Bu yerda ya'ni imom oqining gapini anglamay namoz uzun qilib bersa, uni izoh bilib qo'ysa, adab qilib, tanbih bilib izoh bilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni uni boshliqning beshidagi boshliqlari, rahbarlari. Jamoat emas, jamoat berib tilab qo'ysa bo'lmaydi. Buni shu imomning beshi, xotib masalan, yoki hukumatga shu imomlarni boshqargan rahbarlar masalan. Yana bir chiqadigan hukm bo'lsa, yana namozni yengil qilishga buyurish. Payg'ambar umumiy jamoat qilib qo'ygan namozni yengil qilishga buyuryapti. Endi Ibn Battal buna degan. Ibn Battal deganki, Payg'ambar alayhisolamning bu yerda g'azablanishi nimishqa deganda, chunki namozni uzun qilishni yomon ko'rishi Payg'ambar alayhisolamning. Nima uchun desa, ularning orasida kasal, hojatmand va ojiz odamlar bor uchun. Payg'ambar alayhisolam bu yerda ummatiga kuyinishni, ummatiga osonlashtirib berishni qilib, ondan yomon ko'rgan. Bo'lmasa, nafsil amr nima? Laysa makruhan. Namozni uzun qilish degan balki u mahbub ish. Uzun namoz o'qish degan namozning eng afzali Payg'ambar alayhisolam degan, qiyomni uzun qilgan namoz eng afzal namoz degan. Ammo u masala o'zi yolg'iz o'qigan chog'da yoki bizniki yaqin ishonchlilarga uzun namozni xohlaydiganlar, biladigan
Ayda üzerindeki mesela talipleri mesela muhlasman talipleri mesela bayada bu uzunluksu buludu ama ammu cemaatinin yanında bundan mesela hüküm başka. Likulli nima likulli makamin makal. Peygamber demiş ki degende Peygamber Aleyhisselam özünün mescidide uzun süreler namaz kıldı. Sur Yusuf bilen bir başlaganca Sur Ali İmran, Sur Bakar, Sur Ali İmran, Sur Nisa çok otur kaçıvadı. Bir reket ki namazda. Yani otur kaçıvadı. Hem de lekin aşu demiş ki nakut dedi çünkü Resulullah aleyhi bilen Resulullah'ın ulu sahabeleri. Resulullah'a nait aş Resulullah'ın ilmi gelse bu dep kelgen. Resulullah'a hizmet kıldıgan, Resulullah'ın mosbir keyinde namazı kılsan bu dep kelgen sahabeler. Bizim mezmut Resulullah onu bildiğin sahabeler. Bazı kişi namazlarında uzun kıyam kılattı mesela. Hem de lekin umumi vaktlarda mesela bazı çağlarda Peygamber namazını kıskartattı. Şunda namaz oturup eğer kulaklık bir küçük olanın yığılgan avazla alıp kalsa Peygamber şu an namaz ne? Rukuk vardı. Şunda bir küçük balanın yığılgan avazla alıp kalsa Peygamber Aleyhisselam. Şuna bir şeyde şu meselelerge ne kılış gerek? Emmige alayda itibarımızı biliş gerek değil. Hoş. Endi 91 hadis keldik. Ol senede muttasilimiz bilen İmam Buxoriga aytgan, İmam Buxori mundaq degan. Bizga Abdullah ibn Muhammad hadis so'zlab berdi deydi. Abdullah ibn Muhammad mundaq dedi. Bizga Abu Amir al-Aqadi hadis so'zlab berdi. Abu Amir al-Aqadi mundaq dedi. Bizga Süleyman ibn Bilal al-Madini hadis so'zlab berdi. Süleyman ibn Bilal al-Madini Rabi'at ibn Abi Abdurrahman'dan rivayet kılıp Rabi'at ibn Abi Abdurrahman Yazid Mevlen Munba'ith'nin azadkardisi Yazid'den rivayet kılıp Yazid Mevlen Munba'ith Zeyd ibn Khalid el-Juhani radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılıp hadis söylep berdi. Zeyd ibn Khalid el-Juhani radıyallahu anhu'dan şundak rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir adam anil luqatah yani luqa lamның dammisi bilan qapның fathisi bilan luqata degan yani ma da'a anil shakhs fa akhadtahu ma da'a anil shakhsi bi ghaflatin fa akhadtahu degan. Ondan asa yani bir adamın yüzü tuymaydı mı? Düşüp kalgan. Sen onu tepip algan, elip algan. Bunun ma'nosini tepip olingan narsa deymiz. Luqata degan nima deymiz? Tepip olingan narsa. Endi sizlarda nima deydi? Demek tepip olingan narsa. Tepip olingan narsa haqida Peygamber Aleyhisselam'dan bir adam so'radi. Faqala. Peygamber Aleyhisselam bunday dedi. İ'rif vika'aha. İ'rif vika'aha. Endi bu me'adagi hamza vasl bo'lganligi uchun i'rif. Agar hamza qat kelgan bo'lsa a'rif bo'lgan bo'ladi. U joqda tunishtirgan degan bo'ladi. Endi miyada i'rif bo'lsa bu joqda tunig'in, o'zing bilgan degan. Sen avval i'rif vika'aha degan vika. Sen shu tepilangan narsaning bo'g'ichini, bo'qqich. Vika degan gap bitta bo'g'ilgan. Masalan, qoch bo'lsa, masalan, mau miyadin buni ustidan bo'g'ilgan. Bo'qqich ham bo'lsa, hamyonning bo'qqichi. Bo'qqich, yip, xayt. Yani bo'g'ilgan bo'qqich. Bo'qqichini aw qala yoki Peygamber dedi vi'aaha. Uni qachisini, qachi degan ma'noda. Ya qachisini va ifasaha degan gap uning yopqichini. Mana tushundingmi? Mana ko'rib desanglar. Yani demek vika degan bu bo'qqichi. Bir narsaning masalan hamyonning bo'qqichi, yip bo'g'ilgan yip masalan. Vi'a degan qachisi, qanday qachidi bu? Tümür qachidimi, yog'och qachidimi, yaxshidimi, qanday oq yaxshidimi, qora yaxshidimi? Ifas degan chu, ifas degan uni yopqichi. Tugatmi deb qo'ydi, yopqichmi deb qo'ydi. Fotolka. Fotolkaning botolkaniki qapqaqmi deydi u. Nima desam bo'lsa, yopadigan yopqichi. Endi shunday narsani i'rif bo'lsa, sen o'zing nima qil? Tunib ol, obdan tunib ol. Obdan qarab narsadan mulohaza qilib tunib olib, summa arifha sana. Ondan keyin shu narsalarni bir yil tunishtirgin. Qanday tunishtirdi o? Xo'sh, endi buni tunishtirishning usuli qarindoshlar. Qanday qiladi o?
masalan yetib ketgan narsani, yo'qolib ketgan narsani tepib olgan yerdan eliblam nima ish qiladi u? Sizlardan hal minkum da'a shay, hal da'a minkum shay masalan. Sizlardan bir narsa yo'qolib ketdimi? Bir narsa yo'qolib ketganlar bormi? Bir narsa yo'qolib ketganlar bormi deb so'raydi. Agar bir odamlar narsa yo'qolib ketdi desa, mana uniki qochisi qanday qochida? Qanday qaltisi bor? Qanday qaltilik? Uning qanday bo'g'ichi bor? Qanday yapqichi bor? Qancha pul agar pul yo'qolib ketadigan bo'lsa, nima yo'qolib ketdi? Nima yo'qolib ketdi masalan? Jinsini so'raydi. Nima yo'qolib ketdi? Pul yo'qolib ketgan bo'lsa qancha pul? Deb shu alomatlarini so'raydi. Tushundingizmi? Agar bir odam kelib, ha mening bundaq bir mana oq stakanda, mana oq yapqichi bor, oq ipda bug'ilgan, itilgan bir narsam yib ketdi, suyim yib ketdi. Ya pulum yib ketdi. Ya bo'lmaydi bunda. Bir qari portmal. Qari portmal o'zi. O'zi kona. Bunda bir yerlar o'zi kona. İçide mançı pul bor. Deb sifatlab bersa xolos. Shuni. İçide mançı pul bor. Ya 10 koy, 20 koy, 30 koy deb. Portmalning o'zini sifatlab bersa, anda portmal. Bunda qilganda bo'ldi. Shundaqmi tunishusini? Ya'ni onda boshqa o'ylagandek ben masalan hozir ben bir kasa tepib oldim. Oq yapqichda yapilgan, oq ipda bug'ilgan bir kasa tepib oldim. Kimdan deb anda chiqarmaydi. Men bir narsa tepib oldim. Sen chiqmadin, narsa yo'qolib ketganlar bormi deb e'lon qildi, jarlaydi. Qachon jarlaydi? Birinchi qatim ochib tepib olgan yerda. Undan keyin haftagacha her kuni odamcha qildigan bozorlarga shu tepib olgan narsani yaqin atrofdagi ko'y, yezi qishloqlarga kelib ashad jakarlaydi. Ondan undan keyin hafta tepib olgandan keyin her haftada bir qatim. Her haftada bir qatim cuma namozlarida, jumadan chiqsa odamcha qildigan yerda to'lab men narsa bo'ldim deydi. Undan keyin oyda bir qatim. Endi qilib shu 1 yilgacha shunda to'laydigan gap. 1 yilgacha uni ilgi chiqmay qolib qolsa desa, undan keyin uni o'zi ishlatdi. Ishlatdi lekin omonat sifatida bo'lib turdi. Ya 10 yildagi, 20 yildagi uni ilgisi qolib qolsa, ilgisiga topshirdi. Anladın? Agar yani bu adam boy odam bo'lsa, uni sadaqat qiladi. Agar namorat ehtiyoji bo'lsa, ishlatsa bo'ladi. Lekin agar sadaqat qilib buni tepib oluvchi sadaqat qilgan bo'lsa, ilgisi kelib, endi ma'nosini men qaytarib beraman desa, tilab beradi. Yo'q, mayli sadaqat qilgan bo'lsin, bo'ldi, savobi ma bo'lsin desa, savobi shu kishiga bo'ladi. Endi qanchalik narsa bu desa 10 dirhamdan yuqori narsa bo'lsa bo'ladi. 10 dirhamdan yuqori. 1 yil tunishtirgan narsa 10 dirhamdan yuqori. 10 dirhamdan tuvan narsa desa, ba'zan narsa bor. Agar bir dona xurmo, bir dona uzum narsa olgan bo'lsa, atlam ham yasam bo'ladi. Ya'ni tilga og'izlik yo'q, qiymati yo'q narsalarni 1 yil tunishtirish demaymiz. Chunki 10 dirhamdan yuqori bir narsa bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, endi bu yerda nima deyotdi u? 10 dirham bo'l. Summa arifha sana. Ondan keyin u narsani 1 yil tunishtirgan deydi. 1 yil tunishtirgan. Men deb berganda qanday tunishtirdi men deb berganda. Summa istamti biha. Ondan keyin shu narsalar nima manfaatlangan. Summa istamti biha. Ya'ni sen 1 yil tunishtirib qo'ygandan keyin bu yana igiz chiqmasa, bu yerga summa degan gap oldirma degan chiqdi, oldirma. Bayna tarahi var. Summa tarahi. Yitti biz onu qila olmaymi buni? Aldırmaydı onu. Yani bir aldırmay konuşturun. Aldırmay başqa bir narsalar ketganlar bormi deb uni jakarlan e'lon qiling. Hozirgi zamonda qanday e'lon qiladi u? Telefonda e'longa chiqadi. Yani to'g'ri internetga chiqarsizlar. Men bir narsa deb oldim. Ya bunda men bir narsa deb oldim, bir narsa ketganlar. Men bilan aloqa qilishinglar. Yapıyor cinsini yap, bu diyor ki bunda bir narsa, pul tepib oldim. Ya pul tepib oldim desa masalan, pul yeb ketganlar, mancha pulim yeb ketdi, ancha pulim deb keldi deyaniga. Ya bunda bir narsa tepib oldim deb e'lon qilib qo'ydi. Shuning bilan ashadlam narsa yeb ketganlar aloqa qilishdi. Yoki shu
maxsus nasib ketganlarniki nasib tunishtirgan urullab olmaydi. Haramda masalan, haramda narsa bo'lgan bo'lsanglar, o'sha yerda haramda yeb ketgan, yutib ketgan narsalarni, tepib olgan narsalarni topshirish o'rni deb maxsus urullab var. Shu yerga topshirib qo'ysanglar, shular saqlab berdi, saqlab o'zi joyida qiladi. Sizning gardiningizdan mas'uliyat ado bo'ladi. Fa in jaa rabbu amda sumastam tabi handiga igiz chiqmay qolsa, undan manfaatlangan. Ya'ni agar sen fikr olsang, bizning ishlatgan. Agar boylab qolsang, sadaqat qiladi. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilay. Agar uning igisi kelib qolsa, uni igisiga bersan. Agar uni igisi kelib qolsa, fa'addiha ilay degan. Uni igisiga bergin. Qachon igisi kelganda igisiga bergin. Bir yil degan ishlab bo'lgan degan kelsa, pulini to'lab bersan. Anladın. Sadaqat qilib o'tib bergan bo'lsang, u chaqda buning igisi ixtiyor bilan bo'ladi. Agar xohlasa, sadaqatning savobini oladi. Agar xohlasa, seni tülettirdi. Sen tüleysen lekin sana bunu sadaqat qilganing savobi bo'ladi deydi. Qala shuni bilan bir odam bunday dedi. Fadallatul ibil. Unda qo'zi tugining ezib ketganicha, tugining yutib ketganicha, tuginiki adishib qilib, igisini uyini topolmay qolganicha deb so'radi. Fagadiba hatta ahmarat wajnata. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azablendi, hattoki Rasulullohning ikki mangzi vajnatan maymi. Ikki mangzi qizarib ketdi. Ev qala ihmar vajhu. Yani bir rivoyatda yoki Rasulullah'ningki chiroyi qizarib ketdi, yuzi qizarib ketdi. Faqal Rasululloh bunday dedi. Nima ish qizarib ketdi desanglar, chunki Rasululloh buniki gapni tushunmaganligi xafa bo'ldi-da. Nima ish uchun tugidigan tepilangan narsaga o'xshamaydi. Tugid tepilangan narsaga jeni yo'q, midlanmaydigan, uni tepib bunda bir narsa. Tugidigancha buniki jeni va mang'alaydigan, o'zi yug'an, yitqish hayvonlarni o'zini qo'day oladigan, ondan izlab cho'gilab oxir igisini tepib olgan, igisini uyini tepib olgan narsa ham bu. Shuni o'xshatganiga Rasululloh xafa bo'lib g'azablendi. Faqala ma laka va laha. Endi mishadiki, bab bilan bo'lgan munosabat mishadi mana. G'azablansa bo'lamdi. Ya'ni masala bayon qilganda boshqalar tushunmasa, g'azablansa, ustoz xafa bo'lsa bo'lamdi desa bo'ladi. Tushunmasa gapni tushunmay o'tirgan talibliga ustozi g'azablansa bo'laveradi. Mishad İmam Buxoriy mushrik keltirmoqchi edi sizlar albatta. Faqala ma laka va ma laha. Payg'ambar dediki, ma laka. Sana nima? Va laha degan. Sana u tugidan nima kelibdi degan gap. Ya'ni sen nima ish qilsan uni? U tugidan sen nima ish qilib olasan? Deb unga illatan davatidi. Ma'aha siqauha va hidauha. Tugilan billah. U tugining tulumi bor, tulum. Tulum degan yani qo'shiq demakchi. Bu yerda tuguniki tulum degan aslida qadimgi zamonda nima suv oladigan narsa. Teridan yasalgan, ichiga suv qo'yilsa nima deysizlar? Uni tulum deysizlarmi? Nima deysizlar? Qadimgi zamondagi. Bizda tulum deb qo'yamiz. Teridan yasaladi, jilddan yasaladigan, ichiga suv qo'yiladigan, suqatchisi qadimgi zamondagi. Teri suqatchisi. Buni biz ham tulum deymiz. Sizlar nima deyish mumkin? Endi tugi bilan tugining tulumi bor degan gap buni qo'shiq bor. Suni qancha kungacha 7 kungacha 10 kungacha suvni saqlay oladigan qo'shiq bor. Va hidauha. Bu ayg'uva degan gap suv oyog'i tepib chalaydigan, daraxtlarning g'azini yelaydigan, igisining uyini topa oladigan, ayni mang'alaydigan, uni nimasi bor? Oyoqlari bor. Payg'ambar o'zi tafsir qiladi. Hidauhani o'zi atib bayon qilib berdi. Taridul ma'a va tar'ash shajar. Ya'ni suvni kilalaydi. Ayg'uva. Va tar'ash shajar degan gap daraxtni yelaydi. Daraxtniki g'azonlarni yelaydigan, suv kilalaydigan oyoqlari bor. Sen nima tutib olading uni? Fadarha, uni qo'yib bergin. Hatta yalqaha rabbuha. Taki bu tugisining igisi, tuga o'ziniki igisiga yoki tugini igisi tepib olgan qadar, puchayotgan qadar uni o'zi qo'yib bergin tutganligini. Qala fadallatul ghanam. Shundan bu sabit dediki, anda o'zi qo'yning ezib qolganicha. Qo'yning yetib ketganicha, ya'ni qo'yning yetib ketgan degan gap, qo'yning ezib qolgan uyini topolmay ezib qolganicha deganda, qala Payg'ambar dedi, laka, u sening, sana asan sening. Avliya axigasini qarindishingning, yoki igisi demakchi, yoki boshqa qarindishingning. Avliya zib yoki bo'rining demakchi. Endi ma'lisidan yomoncha hukm chiqadi qarindoshlar, bakcha hukm chiqadi. Oldi bilan anda o'zi tugini tutolmaydi ekanmiz. Qo'yni olsa o'zimni oladi degan qamag'an. Payg'ambar sollallohu tugini berdi masala bir masala bor.
yetib ketgan narsa bir narsa uchratgan bo'lsak, buni elish bizga vojibmi, vojib emasmi degan bir masala bor. Avvalan bir narsa yo'qolib ketgan narsani biz ko'rgandan keyin agar bu narsani biz olmasak, bu narsani o'g'ri, qaroqchilar, qo'ymichilar elib oldigan, boshqalarga xavf yetadigan men olsam egiziga tunishtirib, egisiga qaytarib berish ehtimoli bo'lgan narsa bo'lsa, meni elishim nima? Vojib. Agar buni men olsam, men egisiga deb beradigan ishonchli odam emasman. Lekin men olsam boshqalar uni nima qilib o'tishi, yutib o'tishi, zayo qilib o'tishi, balki o'zining qilib yeb olishi mumkin bo'lgan bunday ahvolda meni buni elishim nima? Vojib bo'ladi. Shuning uchun men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetib ketgan narsa ne elish vojib deganga barobar. Lekin tugini qanday qilamiz deganda, tugini elish vojib emas. Tugi yetib ketgan bo'lsa, uni tepib olish nima? Vojib emas. Uni qo'ypasi qilaveradi. Lekin uni tepib olsam desa, uni tepib olsa o'zini olib ketmaydi. Meni aytib tunishtirganga o'xshash, tunishtirgan gap. Lekin uni elish vojib emas. Ham qo'ychi, qo'y yo'qolib ketgan bo'lsa, buni elib olish, tepib olish vojibmi, vojib emasmi desa, qo'yni vojib. Nima? Chunki qo'y uyini izlab tepib bormaydi. Tugidek, otlardek aqli yo'q. Ikkinchidan, buni bo'ri yeb olishi, yirtqich hayvonlar yeb olishi nima? Intayin yuqori xavfi. O'zini qo'y qo'g'dayamaydi. Tugidek, otdek uni qo'g'dayamaydi. Onun keyin buni elishim bo'ldi, vojib bo'ldi degan gap. Ya'ni nima tepo'ngan narsada kuchli emas. Ya sening yasini qaynishini gap, ya sen topsan, yasini qaynishini topadi. Degan gapi, ya'ni bunga o'xshash nima hukmi? Tepo'ngan narsani hukm beradi. Bunga o'xshashlar. Odatda tepo'ngan narsa qoz bo'lsin, tepo'ngan narsa tuga, qo'y, hammasi hukmi o'xshash. Sen tepib oldingmi? O'xshash tunishtirsan. 1 yilgacha tunishtirsan tepib keyin. Tushundinglarmi? Lekin buni elib olish, tep elish amas masalasi o'xshamaydi. Tepo'ngan narsani elish agar tepib olmasang, zayo bo'lib ketgan narsa bo'lsa, sen vojib buni elib egisiga qaytarishing, tunishtirib. Lekin tuguchi deganda tugi vojib emas. Qo'ymasam buni sen buni olmaydi. Farqi tushundinglarmi? O'sha demakchi. Endi sizlarga shu masalada birinchi tepo'langan narsa degan bu nima? Omonat bo'ladi sizlar qilolmadi. Birinchi masala tepo'langan narsa bu omonat. Anladın? Amanetni qachon egizga qaytgandek bu sizlar qilgan omonat bo'lib turdi. Xo'sh, menga omonat endi, menga. Taki egizga qaytguncha. Lekin bir yildagi sizlar manfaatini nima bor? Huquqlar bor. Egiz kelganda qaytardiganga. Egiz kelmay qolsa gandan saqtdi. Egiz kelmay umrlarda kelmasa gandan saqtdi. Qiyomat kuni savol so'roq yo'q. Egiz kelib qolsa qaytarsizlar. Endi tepo'gan narsani elishning sharti bor. Sharti nima? Chunki bu narsani buni elib, saqlab, egasiga qaytarib beraman degan niyat bilan elishi shart. Va illa uni elishi halol emas. Bir narsa tepo'gan odam birinchi sharti nima qilish kerak? Men buni elib, saqlab, tunutib egasiga qaytarib beraman degan niyat bilan elish shart. Bo'lmasa bu muttaqid bo'lmay, balki nima uchun o'g'ilgan, bulonchi bo'ladi, bulonchi. Qanday? Shuning uchun shuna diqqat qilish kerak birinchi. Agar bir odam men buni tunishtirmayman desa, elishi halol emas. Tunishtirmaydigan odamning og'zigida o'zi tutolmay yeyotadigan odam bo'lsa, o'zi tutolmaydigan odam bo'lsa, buning elishi halol emas. Ma birinchi hukm. Endi ikkinchi hukm, agar tepo'langan narsa 10 dirhamdan oz narsa qolsa, tepo'langan narsa 10 dirhamdan oz, masalan, bu yana taxminan 35 gram kumushdan oz narsa bo'lib qolsa, uni bir qancha kun tunishtirdi faqat, bir qancha kun. Hani bir yil emas. 10 dirhamdan tuvan narsalarni bir qancha kun tunishtirdi. Agar 10 dirhamdan yuqori narsa bo'lsa, 1 yil tunishtirdi. 10 dirhamdan oz narsa bo'lsa, pullik 100 riyal, 50 riyal degandek bunda. Pullik narsa bo'lsa, bir qancha kun tunishtirdi. Agar pulga yaramaydigan narsalar bo'lsa, tashlab qo'ydi. Hani bir dona xurmo, bir ikki dona olma degandek narsalar olsa, uni yevasi bo'ladi, aytib o'tib, yevasi bo'ladi ehtiyoj bo'lsa, boshqa narsa bo'ladi. Lekin 10 dirhamdan tuvan pullik qiymati bor narsa bo'lsa, bir qancha kun. 1 yil emas. Uni 1 yil tunishtirish hojati yo'q. 15 kun mesela. Anladın? Endi agar 10 dirhamdan yuqori narsa bo'lsa, 1 yil tunishtirdi, 1 yil. Tunishtirishni ikki shaklda yutib bo'ldi. Endi xo'sh, igisi kelsa, shu 1 yil 15 kun, 1 yilning ichida buni igisi kelsa, igisiga qaytarib beradi.
Eğer bir yılın içinde igisi kelmesi çoğu. Eğer bir yılın içinde igisi kelmese onu sadakat kıldı. Eğer namarat olsa yüzü sessiz bulundu. Namarat olmasa sadakat kıldı. Peygamber menfaatleri ne tuttu mu? Sadakat kılımı menfaat. Bir adamın sadakat kılıp ağırlığı en çok menfaattir. Yüzü yigenden sadakat kılımı tek çok menfaat oldu. Eğer yüzü namarat olsa yüzü sessiz bulundu. Eğer bay olsa ise sadakat kıldı. Sadakat kıldı. Endi bunu igisi kelgende. İgisi kelgende. Bir adam sadakat kılıp falan durdu. İgisi kelgen olsa igisi ihtiyar bilen bulundu. Eğer kalırsa sadakatni küçük kılıp yapıp sadakat bunu sadakat bana olsun, onun sadakatın sevabı bana olsun der. Ütüp gidiyordu. Eğer kalırsa ya ben sadakat kılmam demigen bana lazım dediyse tepi olan adam şu sadakat kılan nesinin pulunu tülep verir diyor. Lekin sadakat kılan sevabı kim buldu? Tepi olan muttaqitqa buldu. Endi koy, kala, tüge her kanal narsa tepi ölish joiz. Sizlar o'ylaysizlar, hadis qilib o'zim qarama-qarshi keladi. Payg'ambarimiz qattiq g'azablanadi. Tugini nima ish topib olasan? Tuginiki o'ziniki igiz topalaydigan nimasi bor uniki necha kun suv ichmasam ichi deyalaydi. Suvni o'zi tepib ichalaydi. Tamoqni o'zi yalaydi. Ya igiz uni tepib oladi, igizni topib oladi degan. Demak, nimani tugini tepib olmaslik afzal. Tugini agar bir odam tepib olmasa nima foydasini chiqargani? Tugini bir odam tepib olmasa gunohkor bo'lmaydi. Uni tepib olganni tepib olmaganlar afzal degan, afdaliya. Ammo tepib olmasa qolsa tugini agar tepib olmasa tugi halok bo'lib ketadigan holatda. Hali qo'z ochni ulab qolgan bo'libdi masalan. Masalanga. Yoki bu shaharning ichlarida bu tepib olmasa menga yeb mashinalarmanda so'qib o'tadigan ishqib bir tepib olmasa bo'lmaydigan bir holatlar qolib qolgan bo'lsa, shu chaqda tepib olsin mayli. U chaqda hukmni tepib olgan narsaning hukmiga o'xshash. Bir yil tunishtirdi. Shundan tepib olgan chaqda loqatani qatori kirib ketadi. Tepib olmagan chaqda tepib olmasa yaxshi. Undan keyin qo'ymi shuni o'xshasham deb. Qo'y aydisdan o'ylabdan qo'yni deb olsa o'zimizni olib ketadigan o'tsa. Ey, unda hamlik narsani deb olsa, bir yil turishdi qayerda qo'yni deb olsa, qanday qilish kerak? Qo'y degan payg'ambar zamonida 1 dinarlik narsa. Qo'y 1 dinarlik narsa. Payg'ambar zamonida. Chunki bir sahoba payg'ambar qo'y gapida bo'lgan 1 dinar berib, bu sahoba 1 dinar ishga qo'y elib, ondan birini setib Rasulullohga 1 dinar pul, birdan qo'y kelganda Rasululloh duo qilgan edi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu dedi ki şunu tatib, buna tupa alsam tupa. Paydı çıkılan oldu dedi. Acayip bay ticaretçi olup ketken. Resulullah'ın bir duası ile. Mana endi bir adam mesela qo'y kala deganda gelib aytgan narsalarni tepib yaptı deydi. Tepib olib, uningga qo'y kala deganga nima ketadi? Yem xashak ketadi, tamma suv ketadi, uningga chiqim ketadi, ha? Hakimning binoga ko'rsatmaydan o'z oldiga beqib ketgan bo'lsa, narsani bilib bu aniq qilgan bo'ladi, bakaga bergan bo'ldi narsani. Ammo hokim nimani ko'rsatmay ma'nosini tepib oldi ham hokim masalan. Ya bir shu ahldagi yurt ahli ilmi degandek, unaqa qo'yma ma'nosini tepib oldim. Endi bundan keyin mana men beqib turmay igizkagicha beqib turman degan bo'lsa, endi qiling degan bo'lsa, hokim bo'lgan bo'lsa chog'da ketgan chiqimni birini, ketgan chiqim bir kimdan malning igisining gadini qarz bo'ladi. Malning igisining gadiniga qarz bo'ladi. Qancha pul ketgan bo'lsa, shu igizga aytgan mal narsamizga mancha pul ketdi deb shu pulni shu igisidan oladigan gap. Endi agar hokim shunda qarab boqdi, u narsa bunda bir hayvonot masalan ot, qichi degandek narsa bo'lsa qarab boqib, buni boshqalarga bunda bir ijaraga bersa foydasi bor, ijaralarga o'tgan narsa qolib qolsa ijaraga berib, shunda chiqqan pulisiga, shu o'zining chiqimini o'ziga berib turdi. Bakan igisiga ziyon bo'lmasin deb. Bunday bo'ladi. Agar uniki manfaati yo'q, foydasi yo'q narsa bo'lsa, unda foydalanib bo'lmaydigan. Ondan endi buni agar nima qilaversa, chiqim qilaversa, ishkidan tuxum yug'an bo'lib, ishkidan tuxum yug'an deb bir narsa bor. Keyin ayib ketgan narsadan bakab pulisi igisiga kelganda, masalan, 1000 ko'ylak nasib ketgan bo'lsa, 1000 riyollik. Chiqimi 2 million chiqib qolgan, bunda ahvol qolib qolsa nima ish qiladi? Hokim bo'ydiki, sen buni sotqin deydi. Bu narsani bozorda sotqin deb pulini saqlab qo'ydi. Pulni saqlab qo'yib igisiga kelganda pulisi bo'ladi. Tushundingmi? Endi malning igisi kelgan vaqtida tepib olgan odam shu
chiqqan chiqimini bermegüçe malni bermeslik huquqi var. Malni egisi kelsa, mutlaqi tepib olgan odam, men pul ketdim, ana chiqimni birin andan keyin bilman deb tutib turishni men huquqi bor. Akbar. Yana bir mesele, haramda ve haramdan sırtında tepib olgan narsa hammasi barabar o'xshash. Haramda tepib olsin bir narsani, haramdan sırtında tepib olsin bir narsani, baribir hammasi o'xshash. Haramda biz tepib olmaymiz ve başka yerde tepib olish bo'lmaydi emas. Bizning mazhabimizda haramda haramdan sırtında tepib olgan narsa o'xshash, lekin boshqa mazhablarda o'xshamaydi. Haramda narsa tepib, haramdan narsa tepib olinmaydi deb bunda bir nima bor. Şu hadis qarab bunda chiqargan bor. Endi bir adam kelibdi o. Bir adam kelib, bir narsa tepib olgan odam yoniga. Manasi mening deb da'vo qilibdi. Uningga bu narsa bermaydi, toki bir hujjat turg'izguncha. Dalil isbotini qana. Bu narsaning sening ekanligini dalil isbotini chiqadi. Agar uning alomatini bilsa, mana qachisi bunda qachisi vardı, bunda boqquchi vardı, bunda qapqi vardı, yapquchi vardı. Deb alomatini deb bilsa, nima qilsa bo'ladi, ba'si bo'ladi. Agar alomatini deb bilmasa, unga bermaydi. Endi bu tepib olgan narsani boyga sadaqat qilmaydi. Agar tepib olgan odam boy bo'lsa, tepib olgan odam boy bo'lsa, u narsani manfaatini joiz emas. Tepib olgan odam boy bo'lib qolsa, manfaatini joiz emas. Agar namorat bo'lsa, manfaatlanishi bo'ladi. Endi agar bir odam narsa tepib olgan bo'lsa, o'zi boy ekan, ammo dadisi, balisi, xotini qilsin, agar dadisi, balisi, xotini namorat bo'lsa, faqir bo'lsa, shu faqirlarga ba'zi bo'ladi. Demak, bu şu bizniki nimaga aloqador. Xo'sh, endi 92-chi hadis, ol sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan. Bizga Muhammad ibn al-Ala hadis so'zlab berdi. U mundaq dedi. Bizga Abu Usama Burayddan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Burayd Abi Burdadan rivoyat qildi. Abi Burda Abi Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilib mundaq dedi. Rivoyat qildi. Abi Musa radhiyallohu anhu mundaq dedi. Su'ilen Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem an eşya'a kelihaha. Peygamber sallam yaman kögen şeylerden sual kılındı. Felemma ukthira aleyh. Peygamber aleyhisselam bu suallar köp kılınıverdi. Gadib. Peygamber sallam gazaplanıp kaldı, açıklap kaldı. Thumma qal, andikin insanlar mudak dedi, kişiler mudak dedi. Saluni amma şi'tum. Nemeni kalsan soranglar laptı. Soğunla gel soranglar. Dedi Peygamber aleyhisselam. Fekale recul. Bu adam mundaq dedi. Men abi. Menin dadam kim ya Resulallah dedi. Çünkü bu adam yüzünün dadısının, bu adamın ismi Abdullah idi. Yüzünün dadısınınki gayri nispet belirtti. Dadısından çakırılmay. Başka ya anısına nispet belirtti mesela. Mesela Meryem diyendek anısına nispet belirtti bir adam idi bu. Bu adam menin dadam kim ya Resulallah dedi. Sorudu. Resulullah dedi ki Ebuke Huzafe. Senin dadan Huzafe dedi sorudu. Dedi cevap verdi. Fekame ahar. Yani bir onu durup Sa'd isimli bir adam. Onu durup mundaq dedi. Men nebi ya Resulallah. Menin dadam kim ya Resulallah dedi. Peygamber sallam dedi. Ebuke Salim Mevla Şeybe. Senin dadam Şeybe'nin hazretleri Salim dedi. Felemma ra'a Ömer. Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın çırağıydaki yani gazapның asrini görüp mundaq dedi. Ya Resulallah. İnna netubu ilallahi azze ve celle. Biz Allah azze ve celle'ge tevbe kılımız. Yani senden sen yaman kurduğun bunda Allah'ın turu sorğaligimizdan tövbe qilamiz deb Ömer radıyallahu anhu Resulullah'dan kechirim so'radi. Mana bu yerga dalilmi? Yani Peygamber aleyhisselam sual so'rovchilardan yaman kurduğun narsani ko'rgan g'azablandi. Yani g'azablanish joiz. Agar joiz bo'lmagan bo'lsa Rasululloh g'azablanmagan bo'ladi deb Imom Buxoriy keltiryapti. O'ylab qo'yinglar. Ya İmam Buxoriy deb salafiylar Vahabiler ağzını düşmeyi damlaydı, maktaydı. Lakin İmam Buxori'ninki fiqhisini qat'iy bilmeydi, tushunmaydi. Resulullah'ın bir açıqlangan halatini sözlep hazır İmam Buxori. Açıqlansa bo'ladi o devatıdı. Ustaz, yaxshilik o'rgatguncha agar boshqalarniki bu muallimga joyida hurmat qilmaganligini, uniki joyida gapini tushunib anglamaganligini köse xaplab qolsa g'azablansa bo'ladi deb Resulullah'ın bir adetini dalil qilib keltiryapti. Biz qopib Resulullah kallasiga salli kelgan edi. Resulullah ton kelgan edi. Sen salla ton kiysan
Sünnet buludu desek nima deydi o ular? Ha bu degan Rasulullahning kiyim kiygandagi odati u. Rasulullahning kiyim kiygan odatini qilmasin bo'ladi deb magapni ko'tarib chiqadi u. Ey, Rasululloh aytdi, g'azablangani nima bu? G'azablanish degan sunnatmi? Ha? İmam Buxoriy hozir deyotdi, g'azablansa bo'ladi deyotdi. Mana dalil keltiryapti. Rasululloh salli kaysi to'n kaysi nima bo'lmaydi ekan? Sen nima qilib bani ko'rsan, nima qilib ko'rmaysan? İmam Buxoriyning qilayotgan ishi hozir. Tushundingmi gapni? Shuni ba'zi Rasulullah'niki o kiyim kiyinish odatiga o deb Rasulullah'ning odatini qilishmi sunnat. Rasululloh qilgan deb qildi hamma ish bo'ldi. Faqat cheklanmagan bo'lsalar. Rasululloh ummi xudna deb deb ummi xudna san bo'lmaydi. To'tni elish kerak. Undan boshqa shariatdan cheklanganlar kelgan bo'lsa Rasululloh qilgan qilsangiz ajr berli bo'ladi. Va shan bunda qalin ish etish kerak. Shuni İmam Buxoriy deb damlab qo'yib, biz uni kelidan so'ksak bo'lmaydi keladi. Bu babda da o'tayga. Endi bu 29-bab. Babu men baraka ala rukbatayhi indal imam ve muhaddis. İmamning qishida yoki muhaddisning qishida ikki tizining ustiga cho'kkan odamning babi deydi. Tizinib o'tirgan kishining babi deydi. Ol sanada muttasilimiz bilan İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy mundaq degan, bizga Abu Yaman hadis so'zlab berdi. Abu Yaman mundaq dedi. Bizga Shuayb Zuhridan rivoyat qilib xabar berdi. Zuhri mundaq dedi. Mana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu xabar berdi deydi. Shunda xabar berdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni chiqdi. Bir kuni chiqib, faqama Abdullah ibn Huzafa o'rnidan dasturida mundaq dedi. Men abi, mening dadam kimlar Rasululloh deb so'radi. Rasululloh abuka Huzafa, sen dadam Huzafa dedi. Ondan keyin Rasululloh saluni degan gapni nayt ko'p dedi. So'ranglar degan gapni ko'p dedi. Fabaraka Umar radhiyallohu anhu darhol ikki tizi üstüge çöktü deydi. Yani Umar radhiyallohu anhu darhol tizlandi. Faqala dediki ya radina billahi rabba. Biz Allah Teala'ga Rab cihetinin, perverdigarlık cihetinin Allah'a razı olduk. Ve bil İslami din cihette İslam'a razı olduk. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber cihetin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e razı olduk. Def salaten 3 kıtım dedi. Fesekete şunu olan Resulullah cimdi sükut kıldı. Yani benden soranlar demedi deydi. Demek mürşid istadımı çıkırgan yine bir mezmun. Yani ilim sorunu da nima qilib yugunib o'tirish avvalan. Yugunib tashahhud o'tirgan yugunib o'tirish degan bir mazmun chiqdi. Ya'ni bilib agar imom yoki muhaddis al-muhafizat qilgan bo'lsa, xayol o'tirib intib jazo qilib indamay o'tirishmay, olimni yeniga kelib yugunib o'tirib, ondan yoki bo'lmaydi tizilib dedi. Yoki bu tizilish ikki xil mana o'tirish mumkin. Ya bunda turib, bunda. Ya bunda turish, ya bunda turish. İşte yaqinlanish bizga. Shunda turib, men tizlinib turib olimni kechirim so'rash kerak. Bunda buni nima o'zga deb qolib o'tirmay, aqlli bo'lish kerak talib degan bu. Ya'ni ustoziniki ko'nglini izlash kerak, ko'nglini. Hamma og'izni qaramas, ko'nglimda chiroyi qarab turish kerak. Teni saqmi, ko'ngli xotirjammi, qalin eshitish kerak. Talibning aqlli bo'lish kerak deb o'tirdi. Bugungi darsimizni oxirlashtirdik va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.